Qadrdonlar 3 xona 70 kvadratlik novostroykamiz yevro remont holatda $75,900 qani ketdik. Ko'cha eshigidan kirib kelishimiz, prixoshkamiz, vanna tualetlarni ko'rsatib o'taman. Samishonli holatda kafillar terilgan. Uy egalari o'zlari avtoriskiy proyekt qilib hol qilib yuborishgan ekan. Mana shu ko'rgan mягкий zonalari, konditsioner, stroyni shkaflar qilib qo'yishgan ekan qadrdonlar. Birinchi xonamiz bu ota-onalar yotoq xonasi bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. O'zini spalnilari, konditsionerlar, 1,5 ga 3 o'lchamdagi balkoni ko'rishinglar mumkin. Afzallik tomonliklaridan biri 4 ta oyna ham hammasi ko'chaga qaragan qadrdonlar. Ikkinchi xonamizni hol sifatida qilib foydalanishgan. Oshxona qismini ko'rsatib o'taman. Oshxonada ham o'zining mягкий zonalari, kuxonniy garniturlarni yaxshilardan qo'yib qo'yishgan ekan, xolodilnik, ko'rgan barcha mebel texnika qoladi deb aytishyapti. Uchinchi xonamiz bu bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ma'lumotlarni eslatib o'taman. O'rikzor Residence 3 xona 70 kvadratlik novostroykamiz $75,900 ga. Egalarining nomerini qoldiraman. Srochniy aloqaga chiqib bosib oladigan joyi. Joninglar sog' bo'lsin.